Dadangiz oyingizni nima deb chaqiradilar? Nari deb. Jahllar chiqsa-chi? Jahl. Chiqsa uxlab oladi. Uxlavoradi. Daraxt qurib qolsa nima qilish kerak? Buzish kerak. Qanday qilib buzasiz daraxtni? Bunda o'zini bittadan buzadi. Daraxtdan nima yasasa bo'ladi? Olma, banan, sir. Yasasa bo'ladi. Unga bo'ladi. Qoyil barakalla. Uyingizda kimlar yashaydi? Uyimda Ayselda, bujon, onajon, papajon. Papajon uyimda yashamaydi, ko'chada yashaydi. Vaqti hay. Lokshanda papajon vaqti hayda yuribdi. Ko'pincha qarorga olib qo'yibdi. Endi vaqti hayda yuribdi. Papajon lasettining ichida yashayaptilarmi? Mo'ylov nima? Mo'ylov, soch. Nimaga kattalar mo'ylov qo'yib yuradi? Mo'ylov qo'ymaydi. Aroq ichsa mo'ylov chiqadi. Aroq ichsa mo'ylov chiqadimi? Bu aroq ichsa mo'ylov uzun yergacha tegadi. Xo'p, Nigina, qo'ylarni ko'rgansiz-a? Qayerda ko'rgansiz? O'zimdan qo'y. Nima qo'y? Mani elim qo'y. Sizni yilingiz qo'y. Haqiqiy qo'ylarni ko'rganmisiz? Qanaqa ovoz chiqaradi? Qo'ylarni yungidan nima qilsa bo'ladi? Yungidan yesa bo'ladi. Yungini? Soch-ku. Soch? Ustidagi juni bor-ku. Juni kesib yesa bo'ladi. Qovurib-a? Junini qovurib. Ustiga kartoshkalarni sepib-a? Labingizga nima qildi? Yedi yiqilib tushdim, yiqilib ketdi. Qanday qilib yiqilib tushdingiz? Anqayib qoldim. Azimjon, eshak semirsa nima qiladi? Eshak semirsa qo'lni olib ketadi. Eshak semirsam ostiga harakat qiladi. Yurolmaydi, mana yuradi. Ayiqqa o'xshab. Eshak semirsa oyoq qiladi. Nimadir ta'kidlayotgan yo'qsiz. Eshak semirsa semirmaydi. Semirsa shu qo'yish kerak. So'yib nima qiladi-ki eshakni? Yeydi. Eshak go'shtini-ya? Ayya bo'lmaydi-ku. Bo'ladi. Yo'q-e? Sherlamaydi, motadi. Ram qo'llamaydi. Juda ham chiroyli kostyum kiyib kelibsiz-a? Nimchalaringiz ham chiroyli ekan. Bo'yningizdagi nima u? Kiyov narsasi. Kiyov narsasi? Nimaga kiyov narsasini taqib oldingiz? Bo'lsa kiyov bo'lib keldi, xonaga. Anda trenirovka bolalar qildi. Nima qildilar? Trenirovka bolalar. Kim, Oyjonmi? Oyjon, onajon. Nima qildilar trenirovkada? Zapravka qildilar. Zapravka? Gimnastika qildi. Gimnastika? Siz ham bordingizmi? Men bo'lmadim, bujon bilan o'tirdim. Bujon ham ushmadi-da. Yaxshi bordim. Dadangiz oyingizni chaqirmoqchi bo'lsa nima deydilar? Ana Xurshida dedilar. Jahllari chiqsa-chi? Ana tezda qarab kel dedilar. Oyingiz dadangizni chaqirmoqchi bo'lsalar nima deydilar? Urushib beradilar. Qanaqa qilib urushib beradilar? Nega qizlar bilan yurdingiz deb. Menga ashula yodlab keldingizmi, ama? Mishka kasalaping. Faqat she'r yodlab keldingiz. Ashula-chi? Ashuliyam. Aytib beringchi. Senda yosh, menda yosh. Alifdo, alifdo. Sen bebosh. Alifdo, alifdo. Rakinalar. Melendosh. Melendosh. Canım alifdo, canım alifdo. Hayır. Alvido nima degani? Alvido degani gul degani.
Kim aytgan bu qo'shiqni? Bu qo'shiqqa bitta duda aytgandi. Ko'p pul bor edi, kinchintayim qarasam yo'q. Kim olib qo'ydi pullaringizni? Ana. Nimaga? Chunki u pul yaxshi ko'radi. Siz kimdan qarsiz? Suvdolarni. Iye. O'rtoqlaringizdan qarz oldingizmi? Qarzingizni qachon qaytarasiz? Qarzimni qaytarmayman endi. Iye, nimaga? Menga-chi. Aqlu zakovatiga vobshi молодец, vobshi молодец. Abdulla mandan kivi so'rayotdi. Men bilmayman. Nimaga bermayapsiz? O'z pulim yo'q ishlamayman. Katta bo'lsa, bada bo'lsa, beraman Abdullaga. Mo'ylov qayerda o'sadi? Daraxt o'sadi. Bahorda o'sadi deb